Assalomu alaykum hammaga. Lobarxon oshxonasiga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan juda ham tez va mazali bo'lgan taom tayyorlaymiz. Uning uchun bizga lahm go'sht kerak bo'ladi. Lahm go'shtimizdan men 1 kilo soldim. Lahm go'shtni maydalab to'rtburchak shaklda to'g'rab, piyozlarimizni ham bir solib, parra qilib, chiroyli qilib to'g'rab olamiz. Hammasini tayyorlab bo'lganimizdan so'ng to'rtta kartoshkani ham to'g'rab olamiz. Eng oson va tez tayyor bo'ladigan juda ham mazali taom bu. Keyin qizib turgan yog'iga go'shtimizni solib olamiz. Qovurib olamiz. Yaxshilab o'ldirib bo'lganimizdan so'ng unga ozgina soya sos quyib yuboramiz. Keyin aralashtirib yuboramiz. Ozgina qovurib olib, o'zini dimlab qo'yamiz go'shtimizni o'zini. 15 minut dimlaganimizdan so'ng ochamiz va to'g'ralgan piyozlarimizni birin-ketin joylashtiramiz. 4 chesnokni ham maydalab sog'oramiz. Keyin ustidan to'g'ralgan kartoshkalarimizni solib olamiz va ko'kat ziravorlarni solib 1 soatga dimlab qo'yamiz. Mana ko'rib turganingizdek, og'izda eriydigan yumshoq, mazali, sochli ovqatimiz tayyor bo'ldi. Ustiga ko'katlarimizni sepib, o'zimizni dizaynerimizda bezatib, dasturxonga tortsak bo'ladi. Hammaga yoqimli ishtaha. Kelinglar.